Kitsune desu. Ishoni nihongo yatte ikimashou. Kelinglar birgalikda yapon tili bilan shug'ullanamiz. Bugungi mavzuyimiz hiragana, ya'ni yapon tilining birinchi alifbesi. Hiragana 46 ta belgilardan iborat bo'lib, asosan 5 ta unli tovushga asoslangan. Bu tovushlar a, i, u, e, o. Mana hiragana jadvalini ko'rinishi. Ko'rib turganingizdek a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so va ho, ga, zo. Bugun sizlar bilan shu jadvalning 3 qatorini o'rganib chiqamiz va o'zingizlar bilmagan holda 5 qatorni o'rganib olasizlar. Hozir ko'rsataman. Qani keldik. A. Ame. Konfet. Anya. I. Inu. It. Inoske. Qiziqarli fakt. Inoske ismi inoshishi so'zidan hosil bo'lgan bo'lib, to'ng'iz ma'nosiga ega. Ana shunaqa. U. Uta, qo'shiq, kuy. Va yolg'onchi usob. Eiga, kino. Eki, bekat. O. Oishi, mazali. Ka. Kasa, soyabon. Ki. Kippu, chipta. Ku. Kuchi, og'iz. Ke. Kekkon, to'y. Ko. Kodomo, bola. Sa. Sakana, baliq. Shi. Shima, orol. Su. Sugoi, ajoyib. Ski, sevaman. Se. Sensei. Sensei so'zi nafaqat ustoz va murabbiylarga, balkim doktorlarga murojaat qilganda ham qo'llaniladi. Chunki sensei bu lavozim emas, balkim munosabatdir. So. Sora, osmon. Habadai dalla modorenai ki to ite mezashita no wa aoi aoi ano sora. Qaytdik, o'qiymiz. Ana endi sizlarga boya va'da qilingan 2 ta qatorga qaytsak. Qanday qilib 3 ta qatorni o'rganib 5 ta qatorni bilish mumkin desanglar, bizga Dakuten yordam beradi. Dakuten bu 2 chiziqcha ko'rinishli belgi bo'lib, jarangsiz tovushlarni jarangdor qilishga xizmat qiladi. Va biz hozir sizlar bilan ka va sa qatorlarini jarangli qilishni o'rganamiz. Mana qaranglar. Bu yerda videoni stopga qo'yib, daftaringizlarga ko'chirib olishinglarni maslahat bergan bo'lardim, chunki bu belgilarni hamma ham to'g'ri joyga qo'ymaydi. Mana. Ka edi, ga ga aylandi. Ki edi, gi ga aylandi. Ku gu, ke ge, ko go. Va xuddi shu tamoyil bilan sa qatori za qatoriga aylanadi. Mana, yaxshilab eslab qolinglar va yozib olinglar. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, sa
Shi, su, se, so. Si emas. Si tovushi yaponchada yo'q. Va xuddi shunday tamoyil bilan shi ji ga aylanadi. Zi bo'lmaydi. Xo'pmi? Shu juda ham muhim. Yozib eslab qolmasanglar tushingizga kirib chiqaman. Ana endi dunyo shirin tuyulmasligi uchun o'quv mashqi. Marhamat. To'xtatib, yaxshilab o'qib olinglar. Uyga vazifa. Nima deb o'yladinglar? YouTube'da bo'lsa, demak, uyga vazifa qilmayman deb o'yladinglar. Bekorni aytibsizlar. Qilasizlar. Demak, bugun bergan harflarimni 5 martadan, ya'ni 5 qatordan daftarga yozib chiqasizlar. O'quv mashqini avtomatik tarzda o'qiy oladigan darajaga yetmaguninglarcha keyingi darsga o'tmaysizlar hamda uydagilaringlardan iltimos qilinglar. Ular sizlarga shu harflarni shunchaki o'qib bersin yoki o'zingizlar random tarzda yozib chiqinglar. Masalan, a, keyin ku, keyin sa, keyin se, keyin su, keyin i harfini yozib chiqib, o'zinglarni tekshirib yozinglar. Ana shunda samarali dars o'tgan bo'laman va o'zinglar ham shu darsdan shunchaki ko'rib chiqib emas, balki o'zinglarga nimadir olasizlar. Mana shunaqa darsim foydali bo'ldi degan umiddaman. Hammaga xayr. Ishoning. Mr. Sauron and Voldemort. Kelinglar birgalikda yapon tilini o'rganaylik. Dars qilasizlar.